Allohu alam bo'lishi mumkin emas. Seroblar bo'lsa kerak, chunki islomni dushmanlari ham uxlamayapti. Shuni yaxshi bilib olinglar. Islomdan g'aflatda qolmaslik kerak. Ulamo ekan bo'ldi, hali bizda bor, yolg'ondan ashi gapni gapirayotganlarda ko'proq shubha kattaroq. Hali ulamolarni yomonlasang xotining taloq bo'ladi, o'zing kofir bo'lasan deb shaxsiyatini ulug'lab gapiradiganlar bor-ku. Mana shunaqa odamlarni tekshirib ko'rish kerak. Chunki islomda tarixda ham birorta ulamo o'zini sha'nini ulug'lashlik uchun odamlarni shunaqa qo'rqitgan emas. Jahannam bilan, xotini taloq bo'lishi, boshqalar bilan solih odam qo'rqitmaydi. Meni yomonlab qo'ysang, xotining taloq bo'ladi desam, o'zi mana u meni kimligimni bildiradi agar shu gap. O'zingizlar o'ylab ko'ringlar. Senga bog'liqmi Allohning dini? Seni yomonlab qo'ysa xotin taloq bo'ladigan. Meni yomonlasang kofir bo'lib qolasan. Ulamolarni yomonlama kofir bo'lasan. Biz ulamolar deb gapirayotgan mana shu odamlarni tekshirish kerak. Chunki bu odamlarda islomning belgisi ko'rinmayapti. Chunki sahobalarni kelib talashgan, tortishgan, ularga qattiq gapirgan odamlarni payg'ambarimiz kofir bo'ldinglar degan yo'q. Sahobalarni olimlarini kerak bo'lsa. Ya'ni insonlar orasida talash tortishligi bo'lishi mumkin. Haqoratlasa shariatda javob beradi, ya'ni gunohkor bo'ladi haqoratlagan odam yoki jazo oladi, olib borib uni darralaydi, ta'zir beradi. Lekin uni kofir demaydi-da. Oxirgi mahalda O'zbekistondagi o'sha o'zini ulamoman deyotgan qo'shtirnoq ichidagi ulamolarning orasida mana shu narsa juda qattiq targ'ib qilinyapti. Ya'ni ulamoni o'shanaqa bir haqoratlab qo'ysang yoki qanaqadir o'shanaqa bir ularga oshiqcha gapirib qo'ysang, bo'ldi, sen o'zi kofirsan, xotining taloq bo'ldi deyotgan narsalarda hech ham ikkilanmasdan aytishyapti-da. Mana shunaqa odamlardan rostdan shubhalansa arziydi. Chunki bular gap, uni aytayotgan gapidagi narigilar tushunadigan bir mantiqni yo boshqa narsani hisobga olmayapti. Chunki unaqa gapi ham yo'q, uni gapini eshitgan odamda unaqa qanaqadir ta'sir ham paydo bo'lmaydi. O'shuncha ham o'tganda muftiy kelib xotin chiqaytdi-yu, nimaga odamlar sizlarni eshitmasdan shu tashqarida gapirayotganlarni eshityapti. Shularni tinmasdan videolarini ko'ryapti, kundan kunga saflari kengayapti. Nimaga sizlarni eshitmayapti desa, har balo deb chaynaldi-da bechora. Undan ko'ra endi ahvolimiz shuda, endi o'zimizga yarashadi. Biz shu o'zimizni hurmatimiz ustida kurashyapmiz. Ular bo'lsa Allohning hurmatini ustida jon beryapti. Farqi bor-da degani insofi yetmadi. Alloh taolo o'zi uchun kurashganlarga yo'lni ochib berdi. Lekin shaxsiyatini meni bir narsa deb qo'ysang, xotining taloq oladi, kofir olasan, meni haqoratlab qo'ysang deb yurganlar bir shaxsiyatini o'zi tekshirib qo'yish kerak, iloji bor bo'lsa, o'sha tanigan bilganlardan. Ya'ni yahudiy aralashib qolmaganmi? Chunki bilamiz, tarixda bir nechta yahudiylar o'shana qilib musulmonlar orasiga kirib, hatto ulamolar darajasiga yetib, hatto insonlarga fatvo aytadigan va katta bir joylarda imomlar yoki shayxlar bo'lib yetishganligini bilamiz. Chunki kofirlar, ayniqsa o'sha yahudlarda shunaqa tabiat borki, mayli yolg'ondan musulmonman deyveraman. Shunaqa deb o'lib ketsam ham mayli, musulmonni go'ristoniga ko'msa ham mayli. Zato bu musulmonlarga zarar yetkazaman, bulardan o'ch olaman degan shunaqangi buzuqi e'tiqodi bor. Shu Ibn Savdodi paytida juda kuchaygan, bilasizlar. Abdulloh ibn Saba degan shunaqa fitnachi o'tgan. O'zi yahudiy bo'lgan. Savdo degan bir cho'rini, yahudiy cho'rini bolasi bo'lgan. Shuning uchun tarixda buni Ibn Savdo deyshadi. O'sha Ibn Savdo shunaqa darajada musulmonlarning orasiga kirganki, ya'ni o'zini atrofidagi o'sha bir qancha yahudlar hammasi musulmonmiz degan. Ya'ni uni qaltirib qilvoraman desa, musulmonman deb turibdi, la ilaha illalloh Muhammadur rasululloh deganda islomda kofir demaydi-da. Endi ba'zi bir bugungi takfirchilar kofir deyapti, lekin biz kofir demaymiz. Islom ummati kofir demagan, sahobalar, tobeinlar kofir demagan. Qalbini bilmaysan-da u. Men shunaqa deb tushunyapman desa, gapiga jazo beriladi. Uni ham surgun qilingan, fitna qilganligi uchun surgun qilingan. Lekin o'sha surgunda ham fitnalarni davom etgan, oxirgi o'sha sahobalarni qatl qilib, avvali Usmon roziyallohu anhu da qatl qilishgacha borishgan. O'sha qatl qilgan odamlar ham o'zini musulmonman deb hisoblagan odamlar. Ya'ni fitnani shu darajada uyushtirgan haligi yahudiylar.
Qarasang mo'minga o'xshaydi. Basharalari, "Ha, deb men mo'minman" deb la ilaha illalloh deb turibdi. Hech narsa deya olmaysan. Qalbini yorib ko'ra olmaysan. O'shuning uchun ham gaplari nimaga chaqiryapti? G'oyasi nima? Nimani ko'taryapti? Mana shu narsalarni o'rganishlik kerak. Musulmon odam o'zining dinidan xabari bor bo'lishi kerak. Shuning uchun odamlarni biz har doim diningdan xabar olgin, tushungin, o'rgangin deb chaqiramiz. Agar e'tibor qilgan bo'lsanglar, boshqalarga o'xshab yo'q, domlalaringni gapiga kir. Biz ulamolarimiz gapiga kiramiz. Endi ulamoying o'zi hali kimligi noma'lum, balkim yahudiydir. Yahudiy bo'lmasa bugungi yahudiy hukumatlarida, kofir hukumatlarida, kommunist hukumatlarida, dinsiz hukumatlarida, demokrat hukumatlarida maqtamaydi o'zi odatda.